ishlab chiqaraman deganlar uchun manaqa gazoblok uskunalarni taklif qilamiz. Mana avtomat reskani hozir Andijonga o'rnatib berganmiz. Manaqa qo'shimcha 20 ta qolib hamma yo'qlari bilan mana komplekt relsga qilib joylashtirib berganmiz. Mana avtomat reskalari ham yaxshi variantda, o'zi ko'tarib, o'zi tushiradigan. Bitta knopkani bosib qo'yasiz, o'zi avtomatik mana ko'taradi. O'zi o'chib, o'zi yonadi. Kimga shunaqa gazoblok liniyalari, gazoblok uskuna qoliplari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Mana taglariga roliklar ham yaxshilardan qo'yilgan. Bitta surasiz, uje bemalol bir qo'lda sursa bo'ladigan qilib, juda nol qilib ishga tushirib bering. Suv yo'ngisini ham 2 tonnalik kattasidan qilib, mana mo'rli qilib berilgan, mana mishalkalari. Uju akalarimiz ishga tushiryapti. O'zlari pena-blok ham qo'yishadi. Endi kengaytirib mana gazoblok liniyalarini yo'lga qo'yishdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar.